Assalomu alaykum YouTube ahli xorbeylar, tuzumsizlar. Agar sizlar ham mana shunaqa mashinani olib yig'olmay o'tirgan bo'lsanglar, adresda adashmadingiz. Bugun men sizlarga shu mashinani unpacking qilib, noldan har bitta detallarni ko'rsatib chiqaman. Siz faqat oldindan like, comment, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu kanalimiz rivojlanishi uchun eng katta qo'shgan hissangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, yoqimli tomosha. Hop, birinchi bo'lib korobkani ochishdan boshlaymiz. Bu Gelantragen O'zbekistonda bolalar mashinasining ichida eng kattalaridan hisoblanadi. Modeli 816 model. Bahaybatligi juda katta lekin. Unpackingni chiqazamiz deb shuni nazarda tutayotgan edim o'g'alar. Marhamat, Monster tayyor. Bu nima? Bu sideniyasi. Sideniya, qora, koja, sifatli. Bu laboyi. O'zi mordasini ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Yaqinroq keling. Mana qarang. Oh. Farzandingiz mahallada o'qib haydab yuradi-yu buni. Hop. 3 ta balon. 4 ta, voy nimaga bunda 5 ta balon deysizmi? O'zidan o'zi savol kelib chiqdim. Bu orqasidagi balon, zapaski. 4 ta balon geleviy bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Toshli shaharli yo'llarda ham bemalol haydab yuraveradi. Shumka qilingandek ketaveradi. Mana zapchaslari. Hammasini chetga olib, sizlar bilan yig'ishni boshladik. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz buni akkumulyatorini ulab tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Akkumulyatori qayerda deysizmi? Keling yaqinroq. Bu ham katta bolalarning mashinasidagi kapoti ochiladi. Ikkita cheti tirs olinadi. Voy dod hojaki. Xullas akalar, mana hamma qizilli simini chiqazamiz-da. Mana bu qizil sim bor. Mana shu qizil simni mana shu tirs ulaso akkumulyator ulandi. Endi bu yoqdan tekshirib ko'ramiz. Music. There's a door, but I let it get away. Ishlayapti, cho'tki. Hop, motorni tekshirdik. Endi bunga birinchi bo'lib rolni ulaymiz. Rolni ulash uchun mana anaqasini olib tashlash kerak. Hozir men pichog'imni topib olay, mana shu apagani pichoqlarini. Hali ham like bosmay kuzatyapsizmi? Uyaling. Bitta like sizdan nima ketdi? Rahmat tushunganlar uchun. Tirs kesiladi. Mana bu rolni olasiz-da. Men короче deb paketni yorib, sim ulanadi cho'tki. Sim ulanadi. Zapas simini ichkariga tiqib yuborasiz. Mana simini kesib tiqib yuborganingizdan keyin bitta urasiz. Tushdi mana. Xo'p, keyingi etap. Bu laboyi bo'ladi. Laboyni unpackingini chiqazamiz. Bu laboyda mana bu chiroqlari ham yonadi, ledlari. Endi bu yerda simi bor, ulaydigan joyi. Mana bu ikkita simni bir-biriga tirs ulaysizda, zapasini pastga ichkariga itarib yuborganingizdan keyin mana bunga joylash kerak buni. Mana joylandi o'g'alar. Qali. O'zi morda вообще ideal. Mana rangini qarasangizchi, bunda plastmassasi, kraskalari eng sifatlilari ishlatilgan. Ledlari hammasi yonadi, xudo xolasa. Xo'p, endi biza keyingi etap bu sideniyasi. Sideniyani qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sideniyani akalar. Bitta o'zingiz kojani ko'rmasangiz bo'lmaydi. Mana kojani qarang, tikilish stillariga nima deysiz? Bitta отдельно baho berib keting-da. Endi mana bu mashinani kojasini qarang. Mana ham kojani qarang. Tikilishi вообще sal oddiyroq ko'rinib qo'ygan. Mana bu вообще ideal hojaki. Buni bo'tga qotiramiz. Tak. Mana ham tiki kojasini qotiramiz. Sideniyasini to'ysiz.
Mana bu tiqadigan joyi bor, tirs tushadi. Moshni. Mana xavfsizligi ham o'ylangan farzandingizni. Bemalol bolani o'tkazib qo'yib, remelarini taqib, ot rejimi bor, hozir bitganda ko'rsataman. O'shani yoqib qo'yib, bemalol ishlaringizni bitirib yursangiz bo'ladi. Like bosmadingiz hali ham? Ha, uyaling. Uyat, sharmanda, ayaya, papaya xullas. Endi orqadagi ledlari, mana короче. Shunaqa suv o'tdi-ku. Suvni men sizga yig'ib ko'rsataman mana shuni. Bitta like bosmasangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga bundan ham zo'r kontentlar xudo xolasa chiqazamiz. Tak, buni tiqasiz. Aytganimdek zapasni ichkariga. De. Mana bu yoqdan zapasni mana to'xtatasiz. Mana. Ulandi. Endi keyingi etap balon qo'yish. Balon qo'yish sal qiynaydigan joyi shu yerda bo'ladi. Xo'p, endi balon qo'yishga buni tagiga bitta ko'tarib qo'yadigan narsa kerak. Avtoservisga kirsa yama bo'ladi-yu. Endi bizda yama yo'q. Shuni hisobiga tagiga qo'yamiz-da. Teylarni ham bitta ko'rsatib ketaydi shu vaholan. Metallический karkas, ko'ryapsizmi? Hammasi metal. Teylarim вообще moshni. Ano nimadir yama samalay tushsa ham hech narsa qilmaydi, xudo xolisa. Tak. Buni qo'yganidan keyingi etap balon qo'yish. Balonini mana bu yerga joylaymiz. Ha, uni ochar edik. Tak. Shunday bo'lsa, balonni o'zi izi bor. Shunday tushadi. Balon qo'yiladi. Bitta baloni tayyor. Keyingi balon. Keyingi balon. Balon qo'yish jarayoni. Vulkanizatsiya. Lekin kun juda issiq bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi balon ham tayyor, xudo xolasa. Tushmayapti. Xo'p, ikkinchi baloni ham tayyor. Endi mana buni ichini ko'ramiz nimalar bor. Ikkinchi paket. Xo'p, bu ikkitasi bakoy. Mana bu 4 ta kalpak. Mana bu orqa anaqaniki, zaryadka. Bu nimaga deb o'ylaysiz? Savol kommentariyada birinchi topgan odamga nimadir podarka qo'raman, ya'ni. Mana mashinani ko'ryapsizmi mana? Keling yaqinroq. Mana shu mashinani, короче, shunday podarka qo'raman. Bu nimaligini topganga. Bu etib qo'ya qolay, mayli. Mana ampga tiqib buraydigan kulchi bu. Xitoyliklarni ko'ryapsiz, qanaqa umli. Noq qotiradi. Ayni. Kulch qidirib yurmaysiz-da. Bu yo'g'ini ham qotirib oling hozir. Biz bagoylarni qo'yamiz. Bakoylar qo'yildi. Endi orqa balon. Qiyin joyi. Bu nimaga qiyin deyapmanki, buni motorini ulash kerak-da. Tak. Nima bo'lsa, bu nima bo'ladi? Mana. Teshiga tiqamiz-da. Motorini mana bu yerga tiqib qo'yamiz. Mana. Balon mashga qo'yiladi hozir. Balon olib oling. Balonimizni qo'yamiz shu yerga. Balon qo'yilgandan keyin qotirib olamiz.
Hop, keyingi tomon. Kelinglar yaqinroq. Mana endi keyingi balon. Mana keyingi balonni qo'yamiz. Ashtaga yetmay qolishi mumkin. O'sha payt orqasidan urib yuborish kerak. Gala yetmayapti-yu hali. Endi yetsa kerak. Hali yordaming kerak ekan. Ha? Nadir uzmadingmi? Ha, bo'ldi chiqdi. Bosib. 4-balon. Kelib ketdi o'zi. Sizlarga ko'rsatib turib. Nega like bosmadingiz shuncha mehnatga? Yarim-yalang'och qizlarga like bossangiz boshlab qoling mana. Haqiqiy mehnatga like bosmaysiz. Qanaqa odamsiz? Xo'ja aka. Bir yoqdan ushlab turib, bir yoqdan qotirish kerak. Ya'ni qotdi. 4-balon ham tayyor. Endi buni tushirib olsak ham bo'ladi. Чисто реальный внедорожник. Qaysi jipligini bilasizmi? Yaqinda Daydi klub Kaspiy dengizda bosib yurgan jip mana shu bo'ladi. Bolalar varianti faqat. Endi yaqinroq olib kelgin. Mana yoqdan olgin. Bu yerda bitta narsasi bor. Nima desangiz, mana motori, mana bu ikkita simni to'g'ri ulash kerak bo'ladi. Qanaqa ulash kerakligini hozir men sizga ko'rsatib beraman. Tak. Birinchi minus, keyin plus. Tiqdingiz, birinchi tekshirib olasiz. Yurot, qaysi tomon yurot? Tak, to'g'ri. Mana bu teskari bo'lib qopti. Ko'rdingizmi? Endi buni bu yoqqa aylantirish kerak. Bu ham chiqish qiyin bo'ladi-da. Boshda qo'ymasangiz, bilet chiqmayapti. Mana. Mana. Yana bitta tekshiramiz. Qayerga yuryapti balon? Bo'ldi, oldiga yurdi. Endi ikkinchi tomonini. Hop, mana bu sariq, mana bu plus bo'lishi kerak, qizil qilib qo'ygan. Tak, tekshiramiz. Mana bu noto'g'ri bo'lgan. Bitta balon oldiga, bitta balon orqaga aylanyapti. Bilet chiqmayapti-yu. Mana, to'g'ri chiqdi. Hop, mana tiqamiz. Buni ham tiqamiz. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Mana endi bemalol buni ma'minisini qo'yib yuborsak bo'ladi. Voy-vohli qo'yib qo'yamiz-da. Sidenasini bemalol qo'yib yuborsak bo'ladi. Birinchi bo'lib tellab ketdim. Ma'minisini yechib olish kerak. Ikki tomonning boltini yechib olish kerak. Yechib olganingizdan keyin sidenani qo'yamiz. Remellar tagida qolib ketmasin. Sidenani qo'yamiz. Mana bu iladigan joyi bor. Tirs bo'ldi. Tushadi. Endi sidenani qotirishimiz kerak. Teshigini moshniy qilib o'lchab olish kerak mana. Mana tashimiz. O'shamadi. Xullas, keyingisi. Bo'ldi, hozir yaxshi bu yetmadi. Boshqatdan qotiramiz. Tega bu. Tegini qo'yganingizdan keyin Uni zaryadkada necha soat ketadi zaryadkasi? endi bolani vesiga qarab. Bolani vesi og'ir bo'lsa, zaryadka kamroq ketadi. Agar bolani vesi yaxshi bo'lsa, yaxshi degani yengilroq bo'lsa agar, unda ko'proq ketadi.
Buni anaqa xotirish kerak ekan. Teshiga. Kengroq bola bo'lsa, 4 soatda men haydasa bo'ladi. Og'irroq bola bo'ladigan bo'lsa, примерно 2 soat atrofi. Bitta prosmotr, bitta like bo'lsa, nima deydi? Yanada ko'proq kontent olaveradi. Ha. Like bo'lmasa kontent qilishga nima bor? Sizlar kommentariyada yozinglar. Nima tovarni ochib unpackingini chiqarsizlar. Qiziq narsalar-da o'zinglar. Misol uchun internetda qidiryapsizlar, topa olmaysiz o'sha tovar bo'yicha informatsiya. Shuni bizga yetinglar, mana biz o'zimiz qonatib tashlaymiz bunaqa ishlarni. Bu videodan keyin do'kondagi mahsulotlarni obzor qilib beramiz. Qaysi mahsulotni unpacking qilib berishni obunachilar yetishadi. To'ppa-to'g'ri. Hamma mahsulotni olib chiqamiz. Bizning do'konda где-то bir 400 xil mahsulot bor-da. Misol uchun bitta texnika, magnetskiy mashina, gadjetlar, hamma model bor. Mana qotdi. Xullas, og'alar. Endi mana bu yerda joyi bor. Keling yaqinroq. Joyini ko'ryapsizmi? Shu yerga bundan olib kelib, tirs tushirib qo'yasiz. Всё. Mana ham kalpaki. Kalpakining o'zining joyi bor. Mana. Mana bu tomonni kalpaki. Kalpaklarni tiqib qo'yamiz. Unga nima edi? Katta kalpak qo'yish kerak emas. Endi kimga qanaqa kalpakini beraveramiz, yo'qsa o'zi qo'yib oladi. Mana akalar, sizlar uchun mashinamizni bitirdik. Xudo xolasa, mashinamiz idealniy. Geliviy balon, muzikальный panel, rolda signallari bor, kapotlari, lamplari ochiladi. Katta bolalarning mashinasidagi ichi ponni akkumulyatorlari hammasi shuni ichida. Kolonkalari, misol uchun akkumulyator o'tirib qolsa, tani qidirib topib, topolmay qo'ysiz. Yurmaysiz. Hamma narsasini bemalol o'zi almashtirib, farzandingizga remontlar qilib bersangiz ham bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, qo'shini sidina, sifatli koja ishlatilgan. Ani hash modellar emas. Xudo xolasa ancha yil xizmat qiladigan modellar. Mana xavfsizlik uchun farzandingizda remenlari ham bor. Endi buni sizlar bilan bitta yoqib ko'ringlar. Yoqamiz. Ashulasini eshiting. Ashula aytadi o'zi. Bunaqa rejimi bor. Misol, ishingiz ko'p, bitira olmayapsiz. Farzandingizni o'ynataveradi o'zi. Siz idishda yuvishsiz kerak, например, keyin idishda yuvib kelaverasiz. Bu o'zi o'ynab o'tiradi. Ot rejimiga qo'yib qo'ysangiz. Xo'p, buni yurishini endi sizlar bilan bitta crash test qilib ko'rsak. Kichkina bola yo'q-ku, endi nima qilay? O'zim chiqib haydab ko'raman endi. Mana bemalol, men o'zim 90 kiloman, vesim 90. Mani ko'tarishini ko'ryapsiz. Siz farzandingizni endi qanaqa ko'tarishini endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Eshigini ochib olaman, nima deysiz? Men sig'mayapman bu yerga. Eshiklarni ochib olsam yaxshiroq bo'ladi. Kelaver yaqinroq. Orqadan yur. Sizlar bilan indeks bozori mana shu mashinada katesa qilib kelamiz. Nima deyli? Yurishiga nima deysiz? Men 90 kiloman, bemalol uchirib, mana ham yo'llarda ponni aylanib, hamma joyni ko'rsatib yurasiz. Xatga o'tib kelamiz. O'tiring, jonidan aylanib kelamiz deydi. Ha, zadniga. Bila tushib ketdi o'ng. Ha, shu erkak kishi katta bo'lmaydimi deyman-da. Yuringlar, go. Sizlar bilan paputi obzor qilib ketdik-da. Men bilan qarang. Moto deysizmi? Katta, kichkina. 1 yoshdan boshlab любой odam bolaga bor. Men katta motolarimiz nima deysiz? Hammasi skidga tushgan, eng qizig'i. Endi mana buni ko'ring. Gigantni ko'ring. Nima deyapti u? Bu ham xuddi shunaqa geliviy balon. Ideal variantda telari ponni metallический sistema. Sizlar bahona mana mashinada aylanib katesa qo'yman. Sevaraga tushib bitta kofe ichib kelaymi? Jipda yo Kaspiy dengizlari bo'yida aylanaymi?
Xullas, akalar, opalar, singillar, ukalar, farzandingizga bundan ideali yo'q. O'zim bemalol crash testlar qilib beraman, kelsanglar yoki mashina o'mirlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab, xullas Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi farqi yo'q, bu joyga dastavkamiz bor. Uyingizgacha yetkazib beramiz. Nima qulayliklar bo'lsa, faqat siz uchun, sizlar uchun harakatdamiz. Siz like, komment, obuna bo'lishni unutmang. Bitta like shuncha xizmat, mehnatga arzimasa endi uyat bo'lib ketar. Sizlar bilan nima deydi? Xayrlashim kelmayapti-yu, ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Chifir kanalidan uzoqlashmasdan like, komment, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha knopkasini bosib qo'ying. Hammaga xayr!